Assalomu alaykum. Bugun 2026-yilning 30-yanvar kuni. Men bugun SMM Start kursiga kelyapman. Bu bizni dars o'tadigan xonamiz. Kira olishda xona bir o'zgacha bir insonga kayfiyat ulashadigan estetik bir xona. Xonamizda kira olishda ustozimizni shu bloglari tushirilgan soat bor. Bu ustozimiz Durdona Maqsudova. Ustozimiz juda ko'p ayol qizlarga onlayn hamda offlayn darslar berib, ayol qizlarni kasbga yo'naltirish va ularni band qilish bo'yicha tashabbuskorligi orqali ko'p tashakkurnomalar, sertifikatlar olgan ayol hisoblanadi. Ustozimiz bu xonani biz o'quvchilar uchun juda ham chiroyli holatda, muhitda yaratib bergan. Bu bizni dars o'tishimiz uchun doska va xonada bizga shunaqa bir qo'lda tayyorlangan aksessuarlar bilan qo'yilgan. Bu aksessuarlar qo'lda tayyorlangan hammasi bu diplomlar oxirida tugatgan o'quvchilarga beriladi. Bu idishchalarda bizga shirinliklar ulashiladi, konfetlar va yaqinda ustozimiz shu o'zlari onlayn master klassga ham borib qatnashib, shu chizish bo'yicha o'zlarini bir qirralarini ko'rib keldi. Xonamiz juda ham bir yorqin rang bilan bezatilgan. Bu shug'ullanishimiz uchun bizda doim Wi-Fi bilan tarmoqlari bilan bizlarni ta'minlab qo'ygan. Bu yerda esa shu ustozimizda o'qigan onlayn hamda offlayn o'qigan qizlarning rasmlari biriktirilgan. Bularni hammasi bizlarga qishki bir kayfiyatni ulashadi. Bu hid keltirib o'sha sham juda ham shirin ekan, mashalloh. Bu mandarin haqiqiyga o'xshaydi, lekin haqiqiy emas, tabiiy emas. Bular hammasi qo'lda tayyorlangan. Xuddiki qishning kayfiyatini bizlarga ulashuvchi va bizlar uchun doim kofe biriklar tashkil etiladi. Kofe tayyorlash uchun suv hamda hamma narsa bu yerda bor. Choy deymizmi, kofe deymizmi, hammasi biz uchun tashkil etilgan. Va bu yerda shirasini ozroq yeyuvchi ichuvchilar uchun zaminditel ham bor. Qolaversa, biz mana shunday kofe biriklar bilan juda ham bir holatda, mamnun holatda dars o'tib ketamiz. Mana bugun kelishimizga biz ustozimiz shunaqa bir shirin brendoviy shokoladlar bilan kutib oldi. Pipi mahsulotlari ham bor. Agarda siz ham safimizga qo'shilishni istasangiz, SMM Service Pro'da kutib qolamiz. Durdona Maqsudovada offlayn darslar olishni gashti boshqacha. Salomat bo'ling. Xayr.